o'zi. Aka, narxini tushirib berasiz yurtdoshlarimizga. Jon aka, o'zi xijolat qilmanglar. Umrani narxini salashib bo'lmaydi. Aka, ommaga qo'yyapmiz, yurtdoshlarimiz maza qilsin, narxini tushirib bermasangiz bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, 2025-yil noyabr oyi va dekabr oyi Centrum Holidays'dan umra safariga borish narxlarini ko'rdilaring, narxini tushirib qo'ydim sizlar uchun. Qisqacha ma'lumot beraman. Video davomida bir dona like bosib, podpiska bosib, kuzatishda davom etinglar. Aka, inshaalloh narxini tushirib beraman deysiz. Inshaalloh. Narxi bilan reyslar qayerlardan uchishini yurtdoshlarimizga bitta aytib bersangiz. Xo'p, hozirgi paytda noyabr oyini aytib o'tgan bo'lsam, Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz amalga oshib boryapti. 5 ta viloyatda. 5 ta viloyatda. Farg'ona vodiydan haftasiga 2 tadan, Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Samarqanddan haftasiga 2 tadan reyslarimiz bor inshaalloh. Ya'ni reyslar qatnovi bor. Narxini tushirib beraman desiz. Necha pul qo'yib beramiz yurtdoshlarga? Bitta ayting aka, shu shok bo'lib qolasiz. Litsenziyali firma, sharoitlari zo'r, gastitsalar yaqin, ozuqalar milliy taomlarda bo'lgan paket narxi. Nechta pul aytaman aka, hozir siz og'zimga narx qo'yingiz g'alati bo'lib qolyapman hozir. Aka, boshqa firmalarda $1150, $1100, $1200 aytishyapti. Bulardan arzon aytmasangiz bo'lmaydi aka. Xo'p, $1050 qilib beraman oxiri. $1050 qilib berasiz. Bo'ldi, noyabr oyiga. Chiqib rahbariyatdan gap eshitmasam bo'ldi, lekin $1050 qilib beraman inshaalloh. Hammasi shu yurtdoshlarimizga bo'lsin, maza qilsin. Duo qilib qo'ysin. Mana narx yoqqan bo'lsa, men so'kish eshitishimga qaramasdan $1050 qilib berdim. O'shini kommentariyada bitta amin yo boshqa nima so'z aytishga ham yozib qo'ysiz, men o'sha narsa uchun emotsiya olaman. Inshaalloh yozishadi. Bizning obunachilarimiz hammasi jonli. Yaxshi niyatda umra safariga jo'nataman degan do'stlarimiz bor, ota-onalarni. Yoki de o'zim boraman, pensiyamni yig'yapman deb kuzatib turgan hoji otalarimiz va hoji onalarimiz bor aka. Inshaalloh shular uchun bitta vaqtimizni ayamagan holatda Saudiyadagi sharoitlarda va u yerdagi bo'ladigan muhitlar, 50 boshlar va Saudiya Arabistonda qayerlarga sayohatlar bo'ladi, shu haqida qisqacha ma'lumotni bersangiz, nima deysiz aka? Xo'p bo'ladi, men to'liqroq hamma ma'lumotni bittada beraman. Kuttirmayman, sizlarni ham masalan video o'tkazib yuborishga majburan bo'lib qolishmaydi. Vaqtlarni olmaylik aka. Olmaylik. Xo'p, bizda Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, yo Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda, Samarqand, Madina yo Samarqand, Jidda reyslarimiz bo'lishi mumkin. Xo'p, Madina Munavvaraga yetib borilganda 3 kun turiladi. Makka Mukarramada esa 11 kun turiladi. Undan tashqari Madinada 2-300 metr oraliqda gastitsamiz bo'ladi. Makka Mukarramada esa 1-1,5-2 kilometr oraliqda gastitsamiz bo'ladi. Undan tashqari 2 mahal istiqomlarimiz Madina Munavvarada, 3 mahal Makka Mukarramada istiqomlarimiz. 11 dan oshib sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Jamoat, Qizil dengiz, Uhud tog'i, Arafat, Muzdalifa doimiy ketaveradi Qizil dengiz sayohatlarimiz inshaalloh. Malakali 50 yoshlarimiz birga borib, birga kelishadi. U yerda bir marta umra qildim, bo'ldimi bas. U yerda umra qilish uchun, umra badal qilish uchun yana bir marta 50 yoshlarimiz bemalol o'zlari umra badal qildirib qo'yishadi. Xudo xolasa. Endi u yerdagi gastitsani aytdik, taomda aytdik. Yana nima qoldi? Endi men o'zimga kelgan savol o'zim javob berib qo'yaman. Shuncha ko'p so'rashadi. Bagajimiz necha kilo va aravacha ovozi yosh kattalarga qanday bo'ladi deyishyapti. Aravacha 5 kilo 20 kilo yukimiz, 7 kilo ruchnoyimiz. Undan tashqari uyingizda aravacha bormi, olib oling. Buni bagajga ruchnoyga hisoblanmaydi. U bepul, shunday bepul qilib beradi. Ha? Bu yerdan aravachada borsa, samolyotgacha aravachada olib chiqib qo'yadi. Bu yerdan samolyotdan aravachada tushiradi o'zi. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi, inshaalloh. Xudo xolasa. Keyin asosiylari hozir aravacha mavzusini ochganingizda esimga tushib qoldi. Yosh katta yurtdoshlarimiz borishadi ko'proq O'zbekistondan. Mabodo kasal bo'lib qolsa, u yerda doktor xizmatlarimiz bormi aka? Inshaalloh bor. Doktor xizmatlari bor. Bor. Dori-darmon masalasi aka? Xo'p, dori-darmon masalasiga surunkali ichadiganlarda iltimos qilib qolamiz. Dorilarni olinglar. Hatto surunkali ichadiganlarga dorimiz yo'q. Faqat shu birinchi yordam, tomog'ingiz og'rib qolsa, isitmas chiqsa yo boshqa nimalarga dorilarimiz bor, lekin surunkali, sahri bor, yo yuragi, boshqasi, har xil ichadigan odamlar kasallik dorilar bo'ladi. O'shlarni iltimos qilib qolaman yosh kattalar. Olinglar. 14 kun deyapmizmi? 20 kunga hisoblab oling. Har doim. 5 kun qo'shimchasi bilan hisoblab oling. Men buni 20 kun qolib ketasiz demoqchi emasman. Strahobka uchun har doim 5 kun qo'shimcha olganman. Men o'zim safarga chiqib ketsam, bitta kiyim solib berasizlar. O'zim alhamdulillah dori ichmayman. Dori kiyim solib bersa, yana ham bitta kiyim solib beringlar, mashinaga deyman. Endi buni bilmayman. Chunki
borgan manzilimda nimadir bo'lib, yana bir yo'qolib ketib qolishim mumkin, yo ustiga bir asta ketib qolishim mumkin, yo boshqa bu qadar. Demak, bu keraklikda og'iri yo'q degan ma'noda Xuddi kelyapti. shunaqa. Bo'ldi aka, bizda hozirda O'zbekiston emas, qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasida kuzatayotgan do'stlarimiz bor. Bu do'stlarimiz ham aloqaga chiqsa bo'laveradimi aka? Bemalol. Aloqaga chiqsa, pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqsa, call center bolalarimiz 24 soatga 7 ishlab turishibdi. Bemalol o'zlari javob berishadi inshaalloh. To'lovlar masalasiga keladigan bo'lsak, bank orqali, karta orqali, avans orqali aeroportga berishsa ham bo'ladi. Har tomoniga dokument tomonlama yuraveramiz, muammo yo'q. O'zlari xohlagan usulda bo'laveradi. Xudo xolasi bo'laveradi inshaalloh. Do'stlar, to'liqroq qisqacha ma'lumot olib berdik. Agarda savollaring va o'zlaring xohlagan savollaring qolib ketgan bo'lsa, kommentariya yozib ketinglar. Akam o'zlari profillari, o'zlari savollaringga javob beradilar. Xudo xolasa bo'lsam, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, call center bolalardan aloqa o'zlaring istalgan savollaringga javob olishinglar mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, videoda Umra safariga boraman deyotgan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Bo'lsam, inshaalloh podpiska bosib kuzatib turinglar. Dekabr oyida ham inshaalloh bundan keyingi videolarimizda narx-navolarni chiqaramiz, do'stlar. Aka, xo'p bo'ladi. inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.